Xabaringiz bor, joriy yilning 29-may kunidan 4-iyun kuniga qadar Farg'ona shahridagi Samo sport majmuasida Markaziy Osiyo voleybol assotsiatsiyasiga a'zo davlatlar o'rtasida Millatlar ligasi musobaqasi bo'lib o'tadi. Unda mamlakatimiz sportchilari bilan birga Qozog'iston, Turkmaniston, Qirg'iziston, Hindiston, Eron va Pokiston davlatlarining mahoratli jamoalari ishtirok etishadi. Erkaklar o'rtasida uyushtirilgan bellashuvda ishtirok etuvchi jamoalar viloyat hokimligi, Ichki ishlar boshqarmasi, Milliy olimpiya qo'mitasi Farg'ona viloyati bo'limi, voleybol federatsiyasi va hamkor tashkilotlar ishtirokida tantanali tarzda kutib olinmoqdalar. Erta tongdan Eron, Qozog'iston jamoalari Farg'ona xalqaro aeroportidan ko'tarinki kayfiyat bilan kutib olingan bo'lsa, kun davomida musobaqada ishtirok etuvchi qolgan jamoalar ham ana shunday xursandchilikda qarshi olinishdi. Farg'ona shahridagi Samo sport majmuasida dastlab turkmanistonlik voleybolchilar shodu xurramlikda kutib olindilar. Ularga ham alohida o'zbekona izzat-ikrom ko'rsatilib, ko'tarinki kayfiyat hadya etildi. Navbatdagi kutib olish marosimi hindistonlik sportchilar uchun tashkil etildi. Yillar davomida voleybolda yaxshi natijani qayd etib kelayotgan sportchilar bu yil ham Farg'onada kechadigan o'yinlarda yuqori natijalarni niyat qilishgan. Karnay-surnay sadolari ostida sportchilarning davra markaziga kirib kelishlari ularga o'zgacha kayfiyat hadya etdi. Musobaqa tashkiliy qo'mitasi tomonidan sportchilar, murabbiylarga va mehmonlar uchun barcha sharoitlarning yaratib berilgani ularni behad quvontirdi. Qirg'iziston jamoasi esa Andijon viloyatidagi Do'stlik chegara bojxona postida qarshi olindilar. Yangi O'zbekiston zaminiga qadam ranjida etgan sportchilar ko'rsatilgan katta e'tibordan behad mamnun bo'lishdi. Maxsus avtobuslarda yo'l-yo'lakay ular yurtimizdagi o'zgarishlar bilan yaqindan tanishib, sport, tinchlik va do'stlik ramzi ekanligini yana bir karra ifodalashdi. Ayni paytda musobaqada ishtirok etuvchi barcha jamoalar Farg'onaga yetib keldi. Endi esa ular 29-may kunidan start oladigan bellashuvlarda qatnashib, g'oliblik uchun bahslarga kirishadi. Musobaqaning borishi xususida dasturlarimiz davomida xabar berib boramiz. Behzod Jo'raboyev, Azamat Hamraliyev yangiliklar informatsion dasturi uchun maxsus tayyorlandi.